أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah yazgan Al-Qawaid al-Asasiyya fi ulum al-Qur'an degan bu kitobchaning qoidatun tata'allaqu bit-ta'rif va at-tankir degan yeriga keldik. Ya'ni hamda bugun kelgan qoidamiz bo'lsa Qur'oni Karimdagi ma'rifa keltirish va nakira keltirishga aloqador bo'lgan qoida deydi. Bir qoida. Ya'ni Qur'oni Karimda ba'zi yerda ma'rifa keltiriladi, ba'zi yerda nakira keltiriladi. Hamda shu nakirga qanday yerda nakira keltiramiz, qanday yerda ma'rifa keltiramiz. Qur'oni Karimda qanday yerda nakira keltiriladi, qanday yerda ma'rifa keltiriladi. Bu shuni o'qiganning foydasi, bir foydasi qoidalarga nisbatan erishib ketmaydi. Bunda kelsa bunda keladi, bunda kelsa bunda qildi deb qallasida to'g'ri o'qish foydasi va mufassirlarga nisbatan cho'q tafsir qilish, tarjima qilishda intayin kuchli foydasi var. Ikki jihatdan foydasi var. إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال. Qachonki Qur'oni Karimda bir ism ikki qatim tilga ilinsa, falahu arba'atu ahval. Uning 4 xil ahvoli bo'ladi, 4 xil holati bo'ladi. Ya'ni bir ism ikki qatim takrorlangan vaqtida buningda 4 xil holat bo'ladi. Li'annahu imma an yakuna ma'rifatayn. Qanday nima uchun 4 xil holat desa, chunki uning 4 xil holat bo'lishi, chunki bu yana Qur'oni Karimda ikki qatim zikr qilingan ism imma an yakuna ma'rifatayn. Bu ikki ism, ikki qatim zikr qilingan ikki ism bo'ladi. Bu ism ikki qatim zikr qilingan bir ism yoki ya har ikkinisi ma'rifa bo'ladi. Har ikkinisi ma'rifa holatda zikr qilinadi. Endi bu ma'rifa nakira deganni ilmul mantiqda tushuntiramiz. Majhul tasavvuri, ma'lum tasavvuri. Majhul tasavvuri degan nima bo'ladi? Nakira. Majhul tasavvuri. Ma'lum tasavvuri degancha ma'rifa bo'ladi. Endi bizniki bu lug'atda 6 xil yoki 7 xil qoidaning biri bilan nimaga aylanadi? Nakira ism ma'rifaga aylanadi. Aslan bu narsa noma'lum bo'ladi. Hamma narsa aslan. Kichik bu vaqtga nisbatan masalan hamma narsa noma'lum. Asta birdan o'rganadi. Majhul tasavvuridan ma'lum tasavvuriga aylanadi. Dastlabda bu nima o'rganadi. Undan keyin majhul tasavvuridan hamma narsa ma'lum tasavvuriga aylanib bo'lgandan keyin tasdiq, majhul tasdiqiga navbatga keladi. Bu narsa nima ish qiladi? Bu nimaning roli nima? Uni keyin buni o'rgangandan keyin birdan bu tasdiq nimaga ma'lum tasdiqiga aylanadi. Shunday. Xuddi shunday ham ismlar yoki nima keladi? Ma'rifa nakira keladi yoki ma'rifa keladi. Ho'shaybagi aliflar bilan ma'rifa bo'ladi. Masalan, ar-rasul, rasul nakira, ar-rasul ma'rifa. Ba'zida idofat bilan nimaga aylanadi? Ma'rifaga aylanadi. Ba'zida ism mavsul bilan nakiraga aylanadi. Ba'zida sifat mavsuf bilan aylanadi. Endi qilib bu narsa nimaga aylanadi? Ma'rifaga aylanadi. Endi xo'sh, ism ikki qatim zikr qilinganda buni 4 xil holati bo'ladi yoki har ikki ism ma'rifa holatda bo'ladi. Yoki har ikki ism nakira holatda bo'ladi. Yoki birinchi ism nakira, ikkinchi ism ma'rifa bo'ladi. Yoki bil aks. Birinchi ism ma'rifa, ikkinchi ism nakira bo'ladi. Ya'ni shu 4 xil holatda nima qiladi? Zikr qilinadi Qur'oni Karimda ismlar. Qanday Qur'oni Karimda yoki qanday kitobda 4 xil holatda tashkil bo'lmaydi. Endi fa in kana ma'rifatayn. Agar har ikkinisi ma'rifalab qolsa, Qur'oni Karimda bir ism ikki qatim zikr qilinib, har ikkinisi zikr qilingan ikki ism, har ikkinisi ma'rifa zikr qilingan bo'lsa, fa-thani huwa al-awwal g'aliban. Ya'ni qoida kulliya g'olib taqlib al-aghlabiyya. Ya'ni ko'pincha ahvolda ikkinchisi birinchisining o'zi bo'ladi. Ya'ni ma'rifa ism o'xshash ikki qatim takror topsa, ma'rifa ism qoida bilan qoida kulliya. Ma'rifa ism o'xshash ikki qatim takror kelsa, bu birinchisi, ikkinchisi avvalgisining ayni bo'ladi. Anladın? İza tekerrara ma'rifatu الثاني
aynul evveli İza tekerreren nekiratu es-sani gayrul evveli deydigan bir qayda. Yani bir şey daha ikkinci ma'rif bo'lsa, ikkinchisi ko'pincha ahvolda birinchisining g'ayri bo'ladi va ko'pincha ahvol deganda g'olibandan yani nadir ahvollar az bir qisman ahvollardan da bo'lmay qolgan shu. Hammasi kelib ketmaydi bu ishga. Dalalatan alal ma'hud allazi huwa al-aslu fil lam. Nima ish qadisa? Shu ma'hudga dalolat qilish uchun huwa al-asl. U bu ma'hud bo'lsa lamdagi eng asldir yoki izofatdagi. Izofatdagi asosiy elif lam bilan yoki nima bilan bo'ladi? Izofatdan bo'ladi ama ma'rifa degan. Ma'hud deb qo'yilgan. Ma'hud. Ma'rifaning yana bir ismi bilan ma'hud. O'xshash bir narsaning ismi. Shu ma'hudga dalolat qilish uchun lamdagi izofatdagi asli bo'lgan ma'hudga dalolat qilish uchun nimaga qaytadi? Asliga qaytadi. İkisi bir hisoblanadi. Masalan, Allah Teala'nın ihdinas sıratal mustaqim sıratal lezina en'amte aleyhim. Bir şey qaraydigan bo'lsanglar, ihdinas sıratal mustaqim deb sıratal mustaqim qanday zikr qilingan? Ma'rifa zikr qilindi. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in deb. Uni keyin sirata ikkinchi qatim sirata cho ma'rifa qilindimi? Nakirami? Nakira muzofda. Lekin buni ma'rifa deymiz. Nakira muzof demaymiz. Buni ma'rifa deymiz. Chunki yani qanday ma'rifa desak izofat bilan bo'lgan ma'rifa. Birincisi as-sirat deb elif lam bilan bo'lgan ma'rifa, ikkinchisi cho izofat bilan bo'lgan ma'rifa. Ihdinas siratal mustaqim siratal lezina an'amta alayhim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in, ya'ni sen in'om qilganlarning yo'liga boshlag'in. Degan bu yerda ikkinchi sirat, birinchi sirat, ikkinchi sirat ikkisi bir yo'l. Tushundinglarmi? Ya'ni ma'rifa ikkinchi takrar topsa, ikkinchisi bir demakchi. Mesela vaqihimus sayyiat ve men taqis sayyiat yawma idin faqad rahimta degan oyatda masalan ularni yomonlikdan saqlag'in. Sen kimni shu yomonlikdan saqlasan, shu yomonlikdan saqlag'in deymiz birinchisi. Ama ikkinchi oyat qanda kimni shu yomonlikdan saqlasan deb shu deb nima qaytaramiz? Shu ma'ni qanda tarjima yoki heliqi yoki shu deb asliga qaytaramiz. Shu yomonlik kimni shu yomonlikdan saqlasan, uni rahim qilgan bo'lsa shu kuni. Degan yerdimi? İkinci seyyat, birinci seyyatın özü, dil özü. Bak kaide. İntan faydalı kaide. Unutma. Hem de ma birinci kaide olma. Yani ma'rife tekrar tafsirini buldukken evvel kısmına aynı buldukken. Hem de nekire tekrar tafsir şu dese. Ve idâ tekerraratin nekiratu el-thani, yani fel-thani gayrul evveli. Yani eğer nekira, ikinci nekire olsa, bizge kılan ikinci nekire olsa فالثاني غير الأولي. ما إيش اسم سن باسم دي كمان تكرار قلنا زمان تكرار قلنا مو بالاسم إيش ختم ذكر قلنا بالاسم هاي إيش كنس النكرة على تذكر قلنا موسى إيش كن اسم أول قسم غيره ده غالبا يعني كبن جهوالده فقط أصبح قسم أهواله ده بس قسمنا أهواله وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا وإلا يجب أجل أن نقبل مسائدي يعني أول قسم كي غير بمساعدة قناع ومبلغ لكن مناسب بغني معرفة كاترش مناسب دمشق بناء على كونه معهودا سابقا. Onu ilgili bir katım tunuşturulup boğandıkken, tunuşluk isimga, inek isim, tunuş isimga ayınıp boğandıkken, ne muğazıtte bu ma'rifet katırış yaxşı buladı. İlgili bir katım nima keldi, öttü. İlgili bir katım öttü. Nekir halatı ismi öttü ma? Hem de ütep boğandım bizki bu demek isim aylandı bu. Bizki ma'rifet tunuş isim aylandı. Onun için bir katım kelgende nima kelish kerak edi asli? Ma'rifat kelish kerak edi, lekin ba'zi chaqda ma'rifat kelmaydi. Shunda ma'rifat kelmagan chaqda nima deymiz uni? Ha, bu asli ma'rifat kelmagan qaraganda bu avval qism emas ekan. Ha, asli qoida bo'yicha avval bir qadim zikr qilingan bo'lsa, yana bir qadim zikr qilganda cho'qim nima kelish kerakdi? Ma'rifat kelish kerakdi. Birinchi qadim nakira kelgan bo'lsa, biz buni bilib bo'ldikmi? Undan ikkinchi qadimda ma'rifat kelish kerakdi. Bu anda ma'rifat kelmadi. Ma'rifat kelmaganligini biz buni nimani bildik? Ha, demak, ma nakira avvalgi nakiraning g'ayri ekan. Tushundingmi? Demakchi. Sabiqa masalan, Allohullazi xalaqakum min da'fin. Va Alloh shunday bir zotki sizlarni ojizlikdan yaratdi. Summa ja'ala min ba'di da'fin degan gap. Ondan keyin bu ojizlikdan min ba'di da'fin degan bir yana bir ojizlikdan keyin quvvatni qildi.
ثم جعل من بعد قوة عندك يعني بالقوة كين ضعفا يعني بالعاجز قلدي وشيء بالغن أخشاش نقلدي تجاني هذا ديلو فإن المراد بالضعف الأولي بهذا çünkü birinci ضعف bilen مراد النطفة مني yani الله الذي خلقكم من ضعف degan yani sizlarni meniden yaratgan Allah aciz bir sudan aciz yakır bir sudan yaratgan degan ma'noda meni degan so'z yana do ثم جعل من بعد ضعف قوة degandiki من بعد ضعف ikinci ضعف ama ve بالثاني ikinci ضعf'ın murad at-tufuliyye yani güdeklik küçük vakit küçüklük haleti bu vakitlik haleti de değil yani Allah Teala sizlarni min ضعف'in aciz yakır bir su meniden yaratgan Allah ثم جعل من بعد ضعف andikin acizlikten kin güçlük yaratgan degan gap yani sizlarniki küçük şunda üzerindeki nenni üzeyemeydigan suyunu içemeydigan üzerinden tartını üzeri adaklanmaydigan bunda acizlik haletinden keyin psixoloji can bizi mağalaydigan tamak qalaydigan gap qalalaydigan hajatlarini rava qalalaydigan holatga yetkizgan Allah summa ja'ala min ba'di quwwatin deyadiki miyadiki quvva beşlik quvvatın başqa beşlik quvvat nima kichik bolaning go'daklik holatidan mangan holati kichiklik holati kuchaygan holati undan keyin mal quvva yana mal quvvatning boshqa quvva bu degan rasmiy yigit ulab quramga yetib 30 yosh 40 yoshga kirib rasmiy qovul ulab bo'lgandan keyin dafa ma dafa beshki dafa emas ya'ni qiliq va shayba degan gap unda qiliqdan iborat oqchash qilgandan tashlab oqib ketgan ojizlab ketgandagi haqiqiy qiliq ojizligi demak bu yerdagi takror qilingan daf 3 qatim takror qilindi 3 qatim takror qilingan dafda 3 narsa yaratiladi hech qaysi biz emas avvalgisini ayni emas boshqa avvalgisini ayni bo'lgan bo'lsa ikkinchisi qanday keltiriladi ma'rifa keltiriladi uchinchisi ma'rifa keltiriladi ma'rifa keltirilmagandan keyin bu yerdagi 5 quvva oxirgi quvva emas 5 daf oxirgi daf emas shunda ma qoidani xil-xildan bilmaydi mana yodlab olgan qoida bilgandan keyin bunday ma'no chiqadi bu mana shu ulumul Qur'on qatori kirdi xo'sh vaqad ijtama'al qismani fi qawlihi ta'ala endi mush ikki qism ya'ni biz aytgan nima ma'rifa va nakir degan takror mush ikki qism Alloh taolaniki tuvaniki qavlida jam kelgan masalan fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ya'ni ma'rifa bilan nakira ma'rifa bilan nakira jam kelib qolgan asl qoida bu qanday kelgan bo'lsa dastlabki nakira majhul tasavvuridan keyin ma'lum tasavvur bo'libcha undan keyin ma'rifa kelgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi ama lekin ba'zan yerda unda kelmaydi unda kelmay avval nima ma'rifa keyin nakira qilganmandashim bor avval nakira avval ma'rifa keyin nakira masalan fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ya'ni qiyinchilik bilan yusra degan bir osonlik bor shubhasizki ma'al usrining yana shu qiyinchilik bilan yusra yana bir osonlik bor deb demak qiyinchilik ikkisi bir ma osonchilik cho ikki ya'ni bu dunyoda jafo tortgan bu dunyoda jafo tortgan musulmon jafo bir tortadi bu dunyoda Alloh taoloning bir osonlik ato qiladi chiqish yo'li ato qiladi oxiratda unga bu dunyoda tortgan jafosidan rahat farog'at osonlikni oxiratda biladi demak ikki jafo bir osonlik ikki degan gap misol chiqdi yani fal usru thani huval avval yani bu oyatdagi ikkinchi usul nima avval qismning aynidir vel yusru thani ikkinchi osonlikchi desa g'ayrul avval qismning g'ayridir ولهذا قال صلى الله عليه وسلم mush sababdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fil oyati mushu oyatning tafsirida bunday degan edi la yaghliba usrun yusrayni hargizmi bir qiyinlik hargizmi ikki osonlikqa g'oliblanmaydi degan edi shuni biz nima ko'rib oldik demak osonlik qiyinchilik bir ekan osonlik ikki ekan har qanday jafo kelsin biz undan o'tib ketadi desak bo'ladi ekan chunki musulmonga chuqur osonlik ikki alloh taolo va'dasi haqdir shu qoida bo'yicha bu nereden bilamiz buni al-usr deb chiqqan degan qildi avval qismning ayni ma'rifa takror topsa avval qismning ayni nakira takror topsa avval qismning g'ayr degan qoida shunimi idza takarraratil ma'rifatu الثاني فالثاني عين الأول وإذا تكررت النكرة فالثانية غير الأول ماذا تسمى
وإن كان الأول نكرة أمد أجر برنجسي نكرة ولا بقاسة والثاني معرفة شكنسي معرفة بوصا فالثاني هو الأول حملا على الأحد القاعدة أو أس قاعدة نبي وتدينا عندك كذا شكنسي أول قصة بلوده نمشي حملا على العهد يعني بو أحد بو ما بو اسم الإطلاق أحد كرجال وبو اسم معهود يعني معرفة لك أساسا معرفة يتقص غلطنا جدا أول قصة كي أين دبل جريمس مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا مش هذا إنا أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عشان مزمل سورة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا سلاجة واحد بلدغان بالفيغمبر نباتوق كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شندق كيف فرعون جاب بالفيغمبر نبات كندك فعسى فرعون الرسول شنو ولا فرعون شو پیغمبر يعني بس أود كان شو پیغمبر نمقدر آسیب بولده ده بشه ده معنی کنده شو پیغمبر یا کی هیلک پیغمبر یا کی بس أود كان پیغمبر ده معنی شنو بس أود كان شو پیغمبر آسیب بولده ده معنی بس اصل قاعده نكيل كلب كين معرفة كلش يعني بعد فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة مش فيها مصباح المصباح وننظر بالشراغ بار بو شراغ بالشيشة ده الزجاجة بو شيشة الزجاجة كأنها كوكب دري كان آيات مثلا يعني بالآيات إلى صراط مستقيم صراط الله يعني إنك تهدي إلى إنك لا تهديها إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات شنو آياتك siz to'g'ri yo'lga boshlaysiz siratul mustaqim deb siratillahi degan Allohning to'g'ri yo'liga boshlaysiz deb mishada birinchida nakirlik keldi ikkinchida siratillahi deb izofat bilan ma'rifaga aylandi ma alayhim min sabilin innama sabil ularga hech bir yo'l yo'q innama sabilin ularga yo'l yo'q degan bu yo'l faqat mundaqligi bor degan deb ma'ni etdi shuni ma'ni etishda davomli shu 5 nimaga zikr qilingan narsaga qaytiramiz bağlaymiz uzanlarındaki tili boyunca bağlasana doğru ma'ni etgan bo'lsa-da. Endi ve in kana al-awwalu ma'rifatan ve thani nakir. Endi agar birinchisi ma'rifa bo'lsa, birinchi ism ma'rifa ekan, ikkinchi ism nakir ekan, fala yutlaqul qawlu bal yatawaqqafu ala al-qara'in. Ammo ilgirgisine o'xshamaydigan tarafi avvalgisi birinchisi nakir kelsa, ikkinchisi ma'rifa kelsa edi. Endi ma'noda cho'p birinchisi ma'rifa kelib qopti, ikkinchisi nakir kelib qopti. Bunda fala yutlaqul qawlu. Bunda gapni mutlaq deb atmaymiz. Mutlaq andaq bo'ladi ya mundaq bo'ladi deb kesib atmaymiz. Bal yatawaqqafu ala al-qara'in. Balki bu qarinalarga qarashlik bo'lib qoladi. Qarinalarga to'xtab turadi. Fataratan taqumu qarinatan ala at-taghayyur. Bir qatim qarina birinchi qatim ma'rif kelib, ikkinchi qatim nakir kelgan ismni g'ayridir, avval qismini g'ayri deb bizga belgilab beradi. Masalan, nahu va yawma taqumu as-sa'atu ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. Yani kıyamet berpa boğan günüde günahkarlar biz bir saatten başka bu dünyada bir saatten başka saatte tumudu. Fakat bir saatle tudu deb qasam etişidu deydi. Yani demek ve yevme taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a degandiki birinci yevme taqumus sa'a degandiki sa'a ma'rifa. Lekin bu sa'a kıyametni ko'rsatadi. İkinci saat şu adet normal bizim saatimiz. 60 minutlık şu saat demekçi. Yani birden bilmek için 60 minut demezse ta ki bu saat mi bir lahza. Birden tutup başlaydık bir vakit. Şey'en min el vakit. Ve taratan taqumu qalinatun alel ittihad. Ve taratan taqumu qalinatun alel ittihad. Bazıda yani bir katım ittihadqa yani evvel kısmındaki yani mesela zikir ma'rifa zikir kılınsa, ikinci nakir zikir kılınsa, yine bir katım kaline barpa olaf, kaline nemeki barpa buludu. Yani evvel kısmındaki ikincisinin evvel kısmının aynı ikenlikiga, ikisinin ma'nisinin bir ikenlikiga dalalat kılıdı. Mesela وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Kur'an-ı Arabiyya. Biz
Muşu Kur'an'da, biz muşu Kur'an'da insanlar için min kulli metel hem misallarını bayan kıldık. Leallehum yetezekkerun. Ulanı bir nasihat alamikin, nasihat kabul kılamikin de. Kur'anen Arabiyye diye. Arapça Kur'an ne? Jadi Kur'anen Arabiyye bilen Kur'an bilen, hadal Kur'an diye Kur'an ikisi bir. Hadal Kur'an marifi geldi, ma nekiri geldi, dekim şu ikisi. Kayını bizdege, kayını Kur'anen Arabiyyen degan gap bilan hadal Kur'an diye ikisi kayını qilib biz ham avval Kur'an bilan ma Kur'an ikisini bir ekanligini topdik. Demak, bu mutlaq kesib ki. Ya'ni 5 qoidada agar ikki ism ma'rifi tekrar topsa, asosan bu degan avval ikkinchisi avvalsidan aynı bo'ladi ekan. Ikki ismda kerak kelsa, asosan ko'p hollarda avvalgisiniki g'ayr bo'ladi ekan. Agar birinchisi nakira, ikkinchisi ma'rif bo'lsa-chu, tabiiyki ilflam ahad ma'hud qoidasi bo'yicha avvalgisidan aynı bo'ladi ekan ikkinchisi. Ammo avvalgisi ma'rifa kishining ikisini nakira bo'lib qolsa-chu, u chaqda qariniga qaraydi ekanmiz. Qariniga qarab, agar qarini boshqaligini ko'rsatsa, g'ayriligini ko'rsatsa, avvalgisining g'ayri deydi ekanmiz. Birinchi misaldagidek. Agar aynliligini ko'rsatsa, avvalgisining ayni deydi ekanmiz. Bu yangi darsimiz oxirlashdi va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.